Zafarov eslasizmi? Bundan bir 10 yil atrofi edi. Shunaqa edi. 9-10 yil bo'lgan. Sizni qaysidir xonnamirmidi? Hech qarashli bir ko'p obyektimizga boradi. Laboda pasport olib borganman. O'sha joyda siz dastavka qilib beriladi. Ko'rib, men boshqa santexniklar bilan ishingizni farqlashtirganman-da. Ha, taqqos. Endi ko'p obyektlarda yurgansiz, bilasiz. Chunki men Labo hayda dastavkada mahsulotlarni olib borgan paytimda har bir ishchi bitta ish bilan farqlashtirib solishtirasiz. To'g'ri. O'sha joyda sizni ishingizni ko'rib, haligi qiziqish bo'lganda menda. Ha. Mana hozir o'zi aslida umuman boshqa soha. Umuman bu sohaga oid bo'lmay boshqa soha bo'yicha ishlardim. Endi mana hozir 2026-yil, 20-chi may mana. Oradan 10 yil o'tib, pajyoda uchrasha olmas. Lekin o'shani eslolmanda. Nima demoqchimanki, men sohamga, shu sohada ishlashimga, shu kasbni egallashimga bir sababchi bo'lib qo'ygansizda. Qiziqish uyg'otgan sabab. Eslasangiz, sizni ishingizni shu darajada yaxshi ko'rardimki, mahsulotni olib kelib shunday mashinani ochib berardim. Shogirdlaringiz mahsulotni tushirguncha kirib aylanib chiqardim. Mana bitta qanaqa qildingiz, ani nima deydi, uylan ko'mnatni termostatini intensitatchilar olib tushlar, nimalarda olib tushasiz, qanaqa olib tushasiz. O'shanga nima demoqchimanki, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat. Shunchalik mana shu soat kirishimizga sababchi bo'ldingiz, turtki bo'ldingiz. Chunki mashinada o'tib ketgansiz ko'rib qoldim. Lekin buni yaxshi qilsiz. Bizdagi shogirdlaringiz yana ham bundan ko'paysin. Nima demoqchimanki, har bir ishda o'zini professional ustalari bor. Shunaqa insonlar bilan bir ishlasangiz, shogird bo'lsangiz, kam bo'lmas ekansiz-da. Avvalambor har kimning o'zida bir qiziqish bo'lishi kerak. Qaysi sohaga astoydil kirishadigan bo'lsa va unga aytgandek kimdir yondashib, qo'ldan kelgancha yo'l yo'riga ko'rsatib turadigan bo'lsa, bu insondan yaxshi mutaxassis chiqadi. Biz ham har doim ochiqmiz, qo'ldan kelgancha manfaatli bir uslublarni, eng qulay uslublarni tushuntirishga harakat qilamiz. Hozir mana bu yerda ham ko'rganingizdek, qo'ldan kelgancha ishimiz bo'yicha yoritib beryapmiz va yangi hamkasblar kelgan bo'lsa, qo'ldan kelgancha tushuntiryapmiz, ya'ni master class o'tib beryapmiz. Bir-birimizdan shu yaxshilik oladi. Qo'ldan kelgancha ochiq bo'lishimiz kerak. Savolim bor edi. Bemalol. Endi demoqchimanki, mana hozir bu kasbni ko'pchilik o'rganaman deb harakat qilishyapti, lekin men o'zim tushuncham bo'yicha professional ustalar juda kamda. Shunaqa savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, nima deysiz? Bolalarni bir o'qitib, o'rgatib, bizga o'xshagan shogirdlar yana ham yaxshi taklif. Ko'p mana biz 4-5 ta eng ilg'or mahalliy ishlab chiqarishlar yoki chet eldan olib keladigan mahsulotlar bilan hamkorlikda butun viloyat bo'ylab seminar tadbirlar o'tkazganmiz. Ya'ni 1 kunlik, 2 kunlik o'quv kurslari. Haqiqatda aytganingizdek, juda ko'pchilik qiziqyapti. Sohaga talab juda oshgan. Yaxshi ma'lumot olaylik, yaxshi ilm olaylik degan. Endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, haqiqatda o'quv kurslar juda kam, lekin sanoqli bo'lsa ham Toshkentda alhamdulillah yaxshi. Kim o'qiyman desa murojaat qilsa bo'ladi. Hamkasblarimiz bor, sohada shug'ullanib kelayotgan, darslik jarayonlarini yaxshi tashkil qilgan hamkasblarimiz bor. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beramiz yoki o'sha amaliy mashg'ulotlar bo'lsa, obyektlarda, binolarda o'zimiz bilan birga ishlab malakasini oshirsa bo'ladi. Va o'zimizda ham rejalarimiz bor, kelgusida o'sha talablardan kelib chiqib, imkon darajasida o'quv kurslarini ham tashkil qilish. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Chunki endi mendan ham o'sha so'rashadi, qiziqishadi. Kim sababchi bo'lib, bu sohaga ketdingiz. Chunki nima bo'lgan, deyshadi, shunaqa joyda. Boshqa sohadan bu sohaga o'tish uncha muzak emas-da. O'zimiz bo'lib qolmaydi. Boshqa sohadan bu sohaga o'tish uchun ham nimadir qiziqish bo'lishi kerak-da. Va soha, u soha bilan buni o'rtasida farq boshqa bor. Yaqin ham emas-da. Juda boshqa. Juda boshqa. Na bir santexnik bo'lmaganmiz, na bir pomochnik bo'lmaganmiz, lekin boshqa soha, ya'ni shofyorchilikdan bu sohaga sizni ishingizni ko'rib, mehr qo'yib, ko'rib-ding. Mehr qo'yib o'tganmiz-da. Xayrli bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mana Loppa rosa 10 yil, 11 yil bo'libdi. Ilohim bundan ham ko'p shogirdlar chiqaring. Bundan ham ilohim Alloh martabangizni ulug' qilsin. Ilohim bizga ham yaxshi kunlarga qadrlaylar. Topganingizga barakat. Ilohim. Sog' bo'ling. Rahmat. Maslahatlar bo'lsa bemalol har doim. Rahmat. Sog' bo'ling. Toping. Sog' bo'ling.